Ramazon shukuhi hammamizga 12 oy davomida har doim bizlar bilan birga bo'lsin. Xonadonimizni $80,000 dan tashkil topadigan Yevro remont juda ham chiroyli xonadonimizni bugun sizlarga to'liq taqdim qilamiz. Toshkent shahar Qoq markazida Chilonzor rayoni Arinetor Hamza metro bo'lyapti. Hamza metro Qamish restoran shuni orqa tarafda joylashgan bo'lyapti. Xonadonimiz 3 xona to'lqona qilingan 70 kvadratli to'liq avzorini sizlar bilan birgalikda bugun qilamiz. Bu bizning birinchi xona, farzandlar uchun mo'ljallangan xonamiz bo'lyapti. Ko'rayotganingizdek juda ham chiroyli. Skromniy qilib remontlar qilib qo'yilgan ekan. Hujjatlarda muammolar yo'q. Yaqinda o'zi remontlardan to'liq chiqqan ekan. Wi-Fi tizimlari va kameralar barcha narsasi bor bu domimizda. Bu bitta mehmonxonamiz bo'lyapti va bu kichkinagina bitta xonamiz bo'lyapti. Qaranglar, xonadonimiz juda ham fayzli. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, esingizdan chiqqan bilaman. Like-ingizni bosib qo'ying, bizani kuzatishda davom etinglar. Yaqin tanishlarga shu videolarni jo'natib qo'yinglar deb qolamiz. Bu bizning oshxonamiz bo'lyapti. 2-6 oshxona ko'rayotganingizdek juda ham chiroyli. Oynalarimiz ham qo'li shunday tashqariga do'ngiz qaragan, deski plashatka barcha narsasi kommunikatsiyalari va farzandlar uchun mo'ljallangan bog'cha, maktab, hamma narsa bu lokatsiyamizda bor. Ishxonaga borib kelishlarga ham umuman qiynalmas ekansizlar. Endigi bo'ladigan bo'lsa, bizning asosiy eshigimiz bu yoq tarafimiz bo'lyapti va bitta yuvinish xonasi, umumiy bitta yuvinish xonasi. Kalitorimizda oynalari ham juda ham chiroyli ekan, mebellari xonadonimizga juda ham yarashib turibdi. Kiruvchi mashinalari barchasi muhayyo qilingan. Endi bu bizning ota-onalar uchun mo'ljallangan xonamizni ko'rishinglar mumkin. Kattagina, kengina qilib qo'yilgan. Garderobli joylar, mebellar barchasi yangi. Xonadonimizdan narxiga arziydi bo'lmayman $80,000 ya'ni kelishiladigan joyi bor ekan. Shunaqa xonadonlarni qo'ldan boy bermasligingiz uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Videolarimizga maksimal like bosib, eng yaqin tanishlarga jo'natib qo'yinglar deb qolamiz. Hammaga a'lo kayfiyat tilab qolamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun har doim yangi